Assalomu alaykum baliq ishqibozlari. Mana dafniyalarimiz sotuvga chiqaramiz. Mana dafniya kerak odamlarga. Barcha turdagi baliq lichenkalarning ozuqasi. Mana dafniyalarimiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana dafniyalarimiz. Bu video ostida nomer qoldiramiz. Barcha viloyatlarga dasturga qo'yamiz. Mana dafniyalarimiz zich qilib beramiz. Malol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dasturga qilib olamiz. Ilon baliq matishni tashlaganlar matishni hovuzga tashlab qo'ysa, shu matishni nimasidan axlatidan oziqlanib ko'payaveradi. Agar отдельно hovuz qilib dafniyani ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, baliqdan tashqari отдельно hovuz qilib buni ham o'rgatamiz inshaalloh. Qanday ko'paytiriladi, qanday qilib oziqlantiriladi, bularni ham o'rgatamiz. Ko'paytiramiz inshaalloh. Ko'paytirib bu lichenkalaringizni tekin ozuqa. Ilon balig'i lichenkasi shu dafniya bilan oziqlanadi. Shuning uchun mana shu dafniyadan ko'paytirib turgan yaxshi. Mana may oyida bola qo'yishni boshlaydi. O'sha baliq, ilon baliq lichenkalari ko'payadi. Shu dafniya bilan oziqlanadi. Shuning uchun shu dafniyani ko'paytirishga harakat qilsani yaxshi bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqsani inshaalloh kelishtirib beramiz. Telefon orqali gaplashamiz nimalarni. Mana dafniyalarimiz mana alhamdulillah. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ammo Alloh ishlaringizga baraka bersin.